14-bab. Şimşon Timna şəhəriga berib, bu şəhərdə Filistiyalik bir qizni ko'rib qaldi. U qaytib kelib ota-onasiga, Timna şəhərida Filistiyalik bir qizga ko'zim tushib qaldi. Uning bilan to'y qilay deyman. Uni menga elib beringlar, dedi. Ota-onasi uningga, tuqqanlar yoki o'z xalqimiz orasida qizlar qolmadimi? Ashu xatnisiz Filistiyaliklarning qizini olmoqchimisan? dedi. Ama Şimşon atsıga, o qizni bana elib berisan, o qiz bana yıkıp kaldı, dedi. Şimşonның ata-onasi bu ishning Parvardigor tarafidan bo'layotganligini bilmekti. Çünkü Parvardigor Filistiyaliklarga qarshi turish uchun fursat yaratyotdi. Şu çağlarda Filistiyaliklar İsraillarga hukmronlik qilyotdi. Keyin Şimşon ota-onasi bilan Timna shahriga kelib, u yerdagi bir uzumzorlikqa bordi. U yerda tuyuqsiz bir yosh shir ho'kirgunicha Şimşonga itilib keldi. Parvardigorning ruhi Şimşonga kuch qudratda tushdi. Shuning bilan Şimşon qo'li bilan shirni, o'g'loqni parchalagandek parchalab tashildi. Amma u bu ishni ota-onasiga tinmadi. Keyin Şimşon yiliqi qizning qishig'i berib, uning bilan paranglashib, o'zining uni yoqtirib qolganligini aytdi. Ko'p o'tmay Şimşon qizni amriga ilish uchun u yerga yana bordi. U ketib berib, bir chetda yotgan yiliqi shirning o'likini ko'rdi. Bir top hasal harisi u shirning teniga o'lchib olgan bo'lib, tenida hasal turardi. U hasaldan qo'lga azroq ilib, yo'lda yegach mangdi va ota-onasining yeniga berib, ulag'imi berdi. Ota-onasimi u bergan hasalni yedi. Amma u bu hasallarni o'zi o'ltirgan shirning tenidan olganligini ulag'a aytmadi. Şimşonning otasi berib, qiz taraf bilan ko'rishdi. Şimşon shu yerdagi yigitlarning odati bo'yicha to'yga tayyorlik qildi. To'yda ko'pchilik Şimşon bilan ko'rishib, 30 yigitni uningga to'yda hamroh bo'lishga qo'shib qo'ydi. Şimşon ularga, "Men sizlardan bir tepishmoq so'ray. To'y bo'ladigan 7 kun ichida sizlar bu tepishmoqning javobini topa olsanglar, men sizlarga isil kandir raqtin tikilgan 30 qur ish kiyim va 30 qur to'n beraman. Agar topamsanglar, o chaqda sizlar menga isil kandir raqtin tikilgan 30 qur ish kiyim bilan 30 qur to'n berisizlar", dedi. Ular, "Qani amsa, tepishmoqingni aytqin, anglab boqayli", deyishdi. Şimşon ularga mundaq dedi: "Yemeklik çıkar yegüçüdün, tatlık çıkar küçlüktün." Ular 3 güngiçe oylanıp, tepişmaqning javobini topolmadi. 4-chi kuniga kelganda ular Şimşonning ayoliga, "Sen eringni aldab-saldab bizga tepishmoqning javobini o'qib ber. Unda qilmasang, seni otangning uyi bilan qo'shib kuydirib etimiz. Acaba sizlar bizni mal mülkümüzden ayrılıp kelişimiz üçün bu yerga chaqirganmi?" deyishdi. Şimşonning ayoli eriga yig'lab turib, "Siz meni o'ch ko'rdikansiz, yaxshi ko'maydikansiz. Bizning odamlarimizga bir tepishmoq aytibsiz, ammo tepishmoqning javobini menga aytib bermadingiz", dedi. Şimşon uningga, "Men hatto ota-onamga aytib bermagan tutsam, sana aytib beratdimmi?" dedi. U to'y og'irlashguncha erining oldida yig'lab yurdi. 7-chi kuniga kelganda ayoli bak g'alva qilib ketganlikdan oxiri uningga javobini aytib berdi. Ayoli bo'lsa bu javobni o'zi tarafning odamlariga aytib berdi. 7-chi kuni kun petishdan burun shahardagilar Şimşonga mundaq deb javob berishdi: "Hasaldan tatliq nemi bor, shirdan kuchlik nemi bor?" Şimşon ularga, "Agar sizlar mening inikim bilan yer og'dirmagan bo'lsanglar, tepishmoqning javobini
tapamıgan bo'latdinglar, dedi. Parvardigorning ruhi Shimshonga kuch qudratli tushdi. Shuning bilan u Ashqalonga berib, 30 odamni o'ltirib, ularning hamma narsalarini o'lja ilib, kiyimlarini tepishmoqni topqanlarga berdi. Ondan Shimshon darg'azab bo'lib, otasining uyiga qaytib ketdi. Shunda qilib qizining otasi qizini Shimshonning qo'ldishiga berdi.